Ikkita zo'r proyekt tushadigan hovlini ko'rsataman. Fasadimiz mana qora suvoq qilingan joy bizani bugungi yangi obyektimiz 6 sotiq 23 metr. Aka, narxi ham zo'r. Videoni boshida aytib o'tdik. 39900 dan 1 sotiqi uchun so'ralyapti. O'rizor mahallasida joylashgan. Ko'chalarini kengligini qarang. Oldida yashil maydon qilish uchun ham sharoitlarimizgacha qilib qo'yilgan. Bozorchi akalarimizgacha ideal taklif. Yoki siz quruvchi bo'lsangiz-chi, bozorchi akalarimizga ikkita masjidga proyekt tushirib bering, bittada sotilib ketadi. Ichkari tarafda bir qavatli eski binomiz bor. Endi buni olgandan keyin buzib tashlaysiz. Etagida ham ko'rayotganingizdek bir qavatli binolarimiz bor. Mana shu sal bitta kirib chiqqan joyi bor. Xullas, dizayneringizni olib kelib, ikkita hovliga bitta moslashtirib ko'ring yoki yo o'zimga bitta dona hovli quraman desam ham juda yaxshi mahalla. Ko'chalari keng, O'rizor bozorimiz ham shundoq bir qadamli joyda 6 sotiqli hovli. O'rtaga ashlasiz, Primoy joyi egalarining telefon raqamini yozib qo'ydim.